bugun sizlar bilan zo'r vaqt o'tkazamiz, master klass qilamiz. Birgalikda trenirovka qilamiz va har xil konkurslar o'tkazamiz. Shu konkurslarning orasida kimdan qanaqa savol bo'lsa, zametka yozib qo'yinglar. Bitta konkurs o'tkazamiz. Konkursdan keyin savol-javob qilamiz, tajriba almashamiz va konkurslarda hammamiz kuchimizni sinab ko'ramiz. Shuning uchun savol bo'lsa bemalol bugun shuning uchun biz yig'ildik, tajriba almashish va malakani oshirish uchun. Agar tayyor bo'lsanglar, sekin boshlaymiz. Birinchi challenjimiz turnirdan boshlanadi. Желающиlar bo'lsa, kim ko'p turning tortinish, men hozir ko'rsataman qanaqa tortinish kerakligini. Sekin birinchi challenjni boshlaymiz. O'zim bilan kichkinadan bo'lsa ham sovg'alar olganman. Faol bo'lgan atletlarga, xudo xolasa, kichkinagina sovg'alarim bor. Tayyor bo'lsanglar, sekingina mana bu turnirga o'tamiz. Qaranglar, uskunlardan tortilamiz, har doimgidek. Qanaqa hisoblanadi? Oxirigacha cho'zilamiz va oxirigacha ko'tarilamiz. Yelkalar mana bunga tegish kerak va oxirigacha tushamiz. Mana hisoblanadi. Agar mana bu yarimta bo'lsa, hisoblamaydi. O'zim hisoblayman har bittasini. Oxirigacha tushamiz va oxirigacha ko'tarilamiz. Kim tayyor? Kim boshlab beradi? Siz boshlab berasizmi? Bir. 2 3 4 5 6 yaxshi 7 yana 8 9 10 yaxshi. Bormi yana? 10 bitta qiladigan bormi? To'rt, 5, 6. Zametkaga yozib ketgan. Birinchi ishtirokchimiz 10 ta qildi. Bu nechta qildi? 16 tami? 16 ta. Birinchisi 10 ta, ikkinchisi 16 ta. 1 2 sanab turinglar. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Yigirma 25 tami? Yes. Давай. 20 ta. Yo, burası konkurs olsun. Nechta bo'ldi? 18. 25 tami hozir eng ko'p qilingan? Tishing pastroq, qo'lingizni cho'zing. Mana shunday. Nechta bo'ldi? Sanasizlarmi? Hop, ehtiyot bo'ling. 26 ta bo'ldimi shunda? 27 ta. Lekin texnikaga ham e'tibor beraman. Eng yaxshi texnika bajarganiga beraman, kam bo'lsa ham. Давай. Nechta bo'ldi? 22. 23. 24. 24. Молодец. Bormi 27 tadan ko'proq qiladiganlar? Давай, yana 10 ta. 1 2 ketmadi. Да, молодец. Давай.
Yana to'rtta. Молодец. Manimcha bo'ldi, qilib ko'rasizmi? Давай. Давай, albatta. Nechta bo'ldi? 20 ta. Ha, Sardor. Qani 30 ta. Yana 10. 1 2 3 4 5 yana 5 ta. 1 Yana bitta davay. 2 yana 3 ta. 3 yana 2 ta. Молодец. Nechta bo'ldi hozir? 28. Bormi 30 ta qiladigan? Uyalmanglar, kelinglar. O'zlaringiz sinab ko'ringlar. Ichida ajvaga yopib turibdi odamlar. Nima qilib turibdi? Ichida ajvaga yopib turibdi hozir. Ajmalaga. Nechta bo'ldi? Ozgina bo'lsa ham to'g'ri qiymaga qilishga harakat qilaman. Bo'lsa, albatta. Yaxshi. Bu отказ beradi, burasini отказ beradi. Молодец. 10 ta qilib qo'yishingiz kerak edi Hajabi. Juft bo'lish uchun. 96dan 85 kiloga tushdim zo'rg'atdan. Yirmi 28 tami hozir eng ko'pi? Bo'ldi, men 28 dan ko'p qiladiganlar yo'q, ha? Qila olasizmi? Bosing. Davay. Albatta. Yarim. Real 28 dan ko'proq qila olaman deganlar bo'lsa chiqsin.
Давай. Молодец. Yaxshi. Tak. Yakunlaymiz bu konkursimizni. Tak. Sardor, qanisan? Mana birinchi o'ringa bu bola, ikkinchi o'ringa bu bola. Kam qilgan bo'lsa ham texnikasi zo'r qildi. Mana shu bola ko'p qilganligi uchun yarimchalik bo'lsa ham. Savol javobga o'tamiz. Bir 5 ta 6 ta savolga javob beraman. Undan keyin keyingi konkursimizga o'tamiz. Kimda savol bo'lsa, mana shu kelib mikrofonga bemalol bersanglar bo'ladi. Men mana bu yerda turib sizlar bilan suhbat qilamiz. Kimda qanaqa savol bor? Uyalmanglar. Savol yo'qmi hech kimda? Keyin konkursga o'taveramizmi? Uyqu haqida. Uyqu menda ko'pchilikda shunaqa ekan, bilsam 1-2 bo'lib ketadi. 1-2 da uxlayman, keyin u yog'i 8-9 da turiladi. Shu doimiy odatga aylantirsa, misol uchun 1-2 marta bo'lsa ziyonku. Agar doimiy odatga aylantirsa, unda ham ziyonmi? Eng muhimi rejim bo'lishi kerak. Bitta vaqtda yotishingiz kerak, bitta vaqtda turishingiz kerak. Agar bitta vaqtda turib, bitta vaqtda yotsangiz, organizm shu rejimga moslashadi, gormonlar ham shu rejimga moslashadi. O'shanda uyquga ham to'yasiz, gormonlar ham buzilmaydi, hammasi yaxshi bo'ladi. Eng muhimi bitta vaqtda yotib, bitta vaqtda turishni o'rganishingiz kerak. Trenirovkani ham bitta vaqtda qilishni harakat qiling, ovqat yeyishni ham bitta vaqtda ovqatlanishga harakat qiling. Yotishdan oldin kamida 4 soat oldin ovqat yemang. O'shanda hammasi yaxshi bo'ladi. Kimda savol bor endi? Assalomu alaykum. Savolim, bot dasturingiz bor, onlayn. 30 kunlik programma ekan, yaqinda boshladim. 12 kun bo'ldi. Savolim shundan iboratki, 30 kundan keyin yana shuni boshlayman yoki oxirgi kunligini doimiy programma qilib olishim kerak? Agar Telegram botdagi 30 ta kun yakunlangan bo'lsa, yopiq kanalimga o'ting. Yopiq kanalimda doimiy yangi darslarni joylashtirib boraman. Darslik bor. Da. O'ta bugungi kunga уже 42 ta video dars bor. 42 ta? Agar kun ora qiladigan bo'lsangiz, 3 oyga sizga tayyor dastur. Kimda qanaqa savol bor yana? Tortilmanglar. Har kunlik trenirovka qanaqa? Muskulni o'stiradimi yoki cherezni o'stiradimi? Har kuni kamroq, yaxshiroq natija beradi. Haftada 2 marta uzun trenirovkaga qaragandan ko'ra. Lekin hammadan ustun bo'lish qolsangiz, hammadan ko'p ishlashingiz kerak. Nima ish qilishingizdan qat'iy nazar. Любой sohada hammasi to'planadi, trenirovka ham to'planadi. Hamma 2 soat trenirovka qilsa, siz 2,5 soat trenirovka qiling. Hamma 4 qilsa, siz har kuni qiling. O'sha sizga bitta trenirovkada yarim soat преимущество bermaydi, lekin 6 oy, 1 yil davomida o'sha yarim soat to'planib katta natijaga olib keladi. Rahmat. Короткие, но частые лучше, чем длинные, но редкие degan gap bor-da. Kam xoram, hamisha xoram degan gap-da. Maqsadga qarab hamma narsa. Menda mana bunaqa savol bor. Sizni programmangiz bo'yicha trenirovka qilaman har kuni. Через день, то есть siz bergan super setlaringiz hammasini bajaraman. Lekin uyga kelganimda trenirovka qilganim umuman sezilmaydi. Nimada mana shu sabab? Og'riqlar yo'qmi shunda? Da, og'riqlar yo'q. Terminator bo'lsangiz kerak-da. Ancha bitta sizda shunaqa bo'lsa kerak. Demak, 100%
выкладываться qilmayapsiz trenirovkada. Yengil veslarda ishlayotgan bo'lsangiz kerak. Agar normalgina veslarda hamma повторениyalarni, ketma-ketlikni, полный объемni bajarsangiz, joyingizdan turolmasligingiz kerak. U farqi yo'q. Birinchi kun chiqdingizmi, bir yil chiqdingizmi, bar trenirovkadan keyin polni og'riqish kerak. Men misol uchun 20 yildan beri trenirovka qilaman, lekin har trenirovkadan keyin hamma yo'q og'riydi, ishlagan joyim. Rahmat. Mikrofonga yaqinroq gapiring. O'sha hozir aytdilar-ku, charchamayman deb. Masalan, menda shunaqa bo'ladi. Trenirovka payti, trenirovka yarmiga bormasam charchab qolaman. Energiya yetishmasligidan bo'ladimi bu? Yo, Energiya yetish kerak emas, sport bitlarini qo'shish kerak. Kreatin, L-arginin, L-karnitin, asosan badlarni qo'shish kerak. Sharoitga qarab kreatin ichaman. Yarmiga bormasam o'zim muskullar charchab qoladi. Yosh nechida? 22 da. 22. Yoshsizda hali. Oldin sport bilan shug'ullanmaganmisiz? Deyarli 2 yildan beri shu sportda shug'ullanaman. Avval shu 2 yil davomida siz mani programmadaqa ishlamagansiz. Siz uchun bu yengillik bo'lganligi uchun, bu endi chempionskiy уровень bo'lganligi uchun qiynalyapsiz. Lekin eng muhimi to'xtamaslik. Shunaqa kun keladi, полный объемni bemalol bajara oladigan kun ham keladi. Eng muhimi to'xtamang. Chunki bugun yarimgacha borgan bo'lsangiz, ertaga yarimdan sal o'tasiz. Iniga undan o'tasiz. Mana sekin-sekin kuchayib boraverasiz. Eng muhimi to'xtamang. rahmat. Agar maqsad yaxshi tana qurish bo'lsa, juda ham kech anglab yetadigan haqiqat nima? Misol uchun, men shuni avvalroq bilsam, shunaqa natijaga erishgan bo'lardim. Men shuni avvalroq qilsam, shunaqa natija bo'lardi deb. Kechdan ko'ra kech deydi-yu, hech qachon kech emas. Eng muhimi angladingiz, eng muhimi harakatdasiz, to'xtamayapsiz. Endi hayot shunaqa narsaki, po пути o'rganib ketaveramiz. Сразу hammasini hech kim bilmaydi. Hech qachon kech emas. Поэтому bu narsani o'ylash kerak emas, siqilish kerak emas. Yosh nechida? 22 da. 22. Hayotingiz hali oldinda. Hali yoshsiz. Shuning uchun kech emas. Hammasi vovвремя. Yopiq kanalimda bo'lsangiz, 2 yildan keyin o'zlari qilib yurganlar 10 yilda ham erisholmagan natijaga siz erishasiz. To'g'ri yo'ldasiz. Yana bitta savolga javob beraman и keyingi konkursga bizga o'tamiz. Komfort zonaga tushib qolganmisiz siz? Komfort zonaga? Komfort zonaga hamma tushadi. Endi sizda qanaqa bo'lgan chiqib ketish komfort zonadan? Komfort zonami? Prям pul bor, boshqa bor, trenirovkani to'xtatdingiz, yana qaytish. Harakat to'xtagan joy o'limga teng. Harakatdan hech qachon to'xtamaslik kerak. Zona komfortda tortib ketaveradi. U dangasalik, intizom bo'lish kerak, eng muhim narsa. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, nastroyengiz bormi, yo'qmi, kasalmisiz, kasal emasmisiz, ishlaringiz yurishyaptimi, yurishmayaptimi, pulingiz bormi, yo'qmi? Shu yaxshi ko'radigan ishingiz bormi? Shuni qilishingiz kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham. Kuchli stress bo'lganmi sizda? Depressiyaga kirish holatda, undan agar bo'lgan bo'lsa, chiqib ketishda nimalar qilgansiz? Hammada depressiyalar bo'ladi, kuchli stresslar bo'ladi, har xil vaziyatlar bo'ladi. Menda ham bo'lgan, kam bo'lmagan, даже Amerikaga ketib to'r o'yishda yashagan paytlarim ham bo'lgan. Hamma har xil stressdan chiqadi. Men oxiri tushundimki, stressdan eng zo'r olib chiqadigan narsa bu ibodat. Ibodatni kuchaytirish kerak. Alloh bizning yo'limizni ochiq qo'yadi. Kuzataman deb sizda. Yaqinda juda katta o'zgarish bo'ldi sizda, prям kitoblar bo'yicha, din bo'yicha-da. Nima o'zi sabab bo'ldi? Voqeami birorta nimadir tushunib qoldingizmi? Misol uchun ba'zi bir musulmon ota-onasi bor, musulmon, hamma ibodatda yurgan insonlardan ham ko'ra siz shaxsiy hayotingizda ancha o'zgarish qilyapsizda. Misol uchun men ham uncha harakat qila olmayman. Nima sabab bor? Endi dunyoviy, moliyaviy narsalarni oladigan bo'lsak, mana shu chempionligim, misol uchun erishgan natijalarim, men hech narsaga hali erishmadim deb hisoblayman. Abadiylikni oldida. Hammasi bu chang. Masalan, hammasini tashlab ketamiz, o'zimiz bilan hech narsa olib keta olmaymiz. O'shaning uchun men harakatdan to'xtamayapman, rivojlanishdan ham to'xtamayapman. Har tomonlama o'zimni eng zo'r versiyamni yaratishga harakat qilaman. Ilmiy, ruhiy, jismoniy. Sizlarga ham shu narsani tavsiya qilaman.
menda kitob juda yaxshi ko'raman, juda ko'p o'qiyman. Eng yoqtirgan 3 ta kitobingizni ayta olasizmi? Menda juda ham ko'p yoqtirgan kitoblarim. Intizom. Men har doim maslahat beraman. Robin Sharma o'z Ferrarisini sotgan Rohib degan kitob bor. O'shandan boshlashni maslahat beraman. Juda ham zo'r kitob. Dunyoqarash kengaytiradi. Chuqur qarasizlar, keng qarasizlar va tafakkur qilinadigan kitob. Juda ham zo'r kitob, maslahat beraman. O'shandan boshlasanglar, keyin kitob o'qishni yoqtirib qo'yasizlar. Agar kitob o'qimasanglar yoki zeriksanglar yoki boshlayman deb boshlamayotgan bo'lsanglar, o'sha kitob o'qilib ketadi. O'sha kitobdan boshlasanglar, keyin уже qolgan kitoblarga, ham kuchliroq kitoblarga o'tsanglar bo'ladi. Vavilondagi eng boy odam, Sambagachilik Vaviloni. O'sha kitob ham zo'r. Finansiy gрамотностьning bazasi. Shu kitobni ham maslahat beraman. Va agar hozir men kitoblar haqida gapiradigan bo'lsak, kitoblar juda ko'p. Mana shu hajab 2 ta kitobdan boshlaylik. Shtanga grudga tegib, keyin qaytish kerak. Har tekkanini hisoblaymiz. Tegmasdan qaytsa hisoblamaymiz. Boshlaysizmi? Ketdi. Ras. 2 3 4 5 6 Давай. 7 yaxshi. 7 ta. Молодец. Bormi yana? Желающийлар? Yarmt. Ketmadi. Og'ir, ha? Bak. Yaxshi. Yaxshi. Bormi yana julash? Голубочкini bitta gapi bor-da, eshitganmisizlar, eshitmaganmisizlar? Кто sotku не жмет, тот хуй плет degan. Erkak kishilar 100 kilo nima shtanga olmaganmisizlar zalda? Bor, qo'yavering. Haqiqiy, ha? Shunaqa emas. Yaxshi. Молодец. Sakkizta qilish kerak. Farqi yo'q. Qo'rqqanni To'rt. Yaxshi.
Voilà. Voilà. Ha, Mirzot. Nomiga ehtiyot bor. Ehtiyot bor. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10. Ketadimi yana ikkita? Mana. 11. Yaxshi. Молодец. Kel. Uch, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yancha ketardi. Молодец. Mana 20 tadan ko'p ichim qilolmasa kerak, a? Yigirmasi bo'lmasa kerak u. Yaxshi yaraydi. Ko'p, a? Tak, yana savol javobga o'tamiz. Men bolalarga podarkalarni beraman. Tik. Kimga qanaqa narsa berish kerakligini bilaman. Bosib. Qansan? Qaytib ketdi u. Mana bu sizga. Sizga bu narsa kerak. Buni bosib beramiz. Ketdim, aylanib yurdim. Yana savol bo'lsa, yana savol javob qilamiz ozgina. Mana shu kelib savol berasizlar. Troker oldik. Ham troker. Troker oldim. Yarim soat oldim. Mana. Tabriklayman. Kishiga beradi. Bularga berdim. Keyin yana kim nechta qildi? Mana ismini chiqib berdi. 4 tami? Ha, mana Nurzotga ber. Ber Nurzot. Va Nurzot ham ko'p qildi. Молодец. Tabriklayman. Savollar bo'lsa bemalol. Atkazgacha ishlash har doim foydalimi? Ha. Og'ir vesda atkazgacha ishlash kerak, lekin texnikani buzmagan holda. O'sha именно oxirgi atkazgacha qilgan повторениyalarimiz o'sish beradi, rivojlanish beradi. Misol uchun turnikka 10 marta tortinsangiz, ikkitasiga kuch yetmasa, o'sha ikkitasini oxirida через не могу qilsangiz, o'sha ikkitasi eng afzali. Hamma mashg'ulotlarda shunaqa. Natural sportchi uchun 3 ta muhim qoida. Natural sportchi uchun endi hammaga bu qoida bo'lsa kerak. Birinchi navbatda bu ibodat, ikkinchi navbatda bu intizom, uchinchi navbatda yaxshi ko'radigan ishimiz. Savolim shundan iborat. Siz birinchi musobaqangizda 18 yoshda chiqqansiz. O'sha paytda natural bo'lganmisiz? Yo'q. Farmakologiyada bo'lgansiz. Farmakologiyaga necha yoshda kirgansiz? 18. 18. Birinchi musobaqaga farmakologiya. Degan musobaqa chiqmasanglar farma ishlatmaylik. Xo'p, agar musobaqaga o'sha paytda bo'lgan vaqt orqaga qaytsa, hozir yana musobaqa farmakologiyani qabul qilgan bo'larmidingiz? Yoki natural Endi men o'sha payt majbur bo'lganman shu narsalarni qabul qilishga, chunki meni konkurentlarim hammasi shu narsalarni qabul qilib o'ynaydi va ular bilan raqobat qilish uchun ular o'ynayotgan o'yinlar bo'yicha, ularni qoidalar bo'yicha men ham o'ynashim kerak edi. O'shaning uchun majbur bo'lganman, qilganman va o'zim Jidomda katta bo'lganman. Jidomni bitirgandan keyin yotoqxonada yashardim. Menda
boshqa hech qanaqa поддержка bo'lmagan, ota-ona, o'rtoqlar, aka-ukalar kimdir menga поддержка bermagan, balkim olimpiyskiy sport turini tanlagan bo'lardim agar qanaqadir поддержка bo'lgan yoki kimdir meni yo'naltirganda. Endi o'sha payt katta shaharda bir o'zim bo'lganligim uchun nimadir bilan shug'ullanishim kerak edi. Endi kichkinaligimdan sportda bo'lganligim uchun shu trenajyor zalga qatnaganman. Ozgina mishni massani olgandan keyin musobaqaga chiqish taklif qilishgan menga. Chiqqanman, birinchi musobaqada juniorlarning orasida birinchi o'rin olganman, keyin erkaklarning orasida 3-o'rin olgandan keyin bor vaqtini, bor umrimni shu sportga bag'ishlaganman. Arnoldga borganingizda necha yil ketgan shunda? 8 yil. 8 yil. Lekin orqaga vaqtni qaytarganni nimadir o'zgartirmagan bo'lardi. Xuddi shunday yashab o'tib ketgan bo'ladi. Hech narsadan afsuslanmayman. Hammasi yaxshilikka bo'lgan. Lekin o'sha payt hozirgi tajribam, hozirgi aqlim bo'lganda qilmagan bo'lardim agar. Agar siz yo'lingizda ketayotgan atletga necha yoshdan farmakologiyaga kirishni maslahat berasiz? Agar masalan haqiqiy Arnoldga boraman degan odamga. Agar musobaqaga chiqmoqchi bo'lsa, natural bo'lib 21 yosh. 21 yoshgacha o'zining gormonlari yaxshi bo'ladi. Natural pikga chiqish kerak, undan keyin farma bersa bog'laydi. Hozir siz go'sht qabul qilmaysiz, farmakologiya ichmaysiz, to'g'rimi? Yo'q. Farmakologiyani ichmaslik sababi nimada bilsa bo'ladi? Anaqada, farmakologiya emas, protein anaqada. Badlarni ishlataman, sport bilan ishlataman, farmakologiya ishlatmayman. Chunki tabiiy yaratilgan qo'shimchalar bor va sun'iy yaratilgan qo'shimchalar bor. Sun'iy u искусственный, hammasi tabiatda yo'q narsalardan tayyorlanadi, ular faqat zarar. Tabiiy esa u tabiiy o'tlardan tayyorlanadi, badlar sog'liqqa faqat foyda. Bizga yozib bergan sport turlari demak hammasini o'zingiz ishlatasizmi? Da. Hammasini o'zim ishlataman. Sizlarga maslahat beraman. Sport bilan hech qanaqa zarari yo'q. Savolim ovqat bo'yicha edi. Mana ertalab как положено setganingiz bo'yicha ovqatlanaman. Obedda просто vashi yomiyman. Nima bo'ladi? Aytgan narsangizni ko'chada ovqatlanishim to'g'ri keladi. O'shaning uchun men obedda osh yoki shashlik shunaqa narsalar yesam bo'ladi. Kechqurun aytayotganingizda lyoqki ovqat. Katta rezultat bizda ishlamaydi demoqchiman. Agar ortiqcha vazningiz bo'lmasa, yog'laringiz bo'lmasa, shunaqa ovqatlansangiz bo'ladi. Hammasi endi maqsaddan kelib chiqib harakat qilish kerak. Sushka qilmoqchi bo'lsangiz, pressdan chiqarmoqchi bo'lsangiz, pitaniyaga konkretno rioya qilish kerak. Chunki tana ovqat to'planmasi o'tmishda nima yegan bo'lsak, hozir shunaqa ko'rinishga egamiz. Kelajakda boshqa ko'rinishga ega bo'lmoqchi bo'lsak, ratsionni to'g'rilashimiz kerak. Agar sizda mana shu rejim ishlab kelayotgan bo'lsa, o'zingizni yaxshi his qilayotgan bo'lsangiz, har tomonlama rezultatdan zavqlanayotgan bo'lsangiz, bemalol davom ettiraversangiz bo'ladi. Rahmat. Assalomu alaykum. Aka, birinchi o'rinda rahmat aytmoqchiman. Yopiq kanaldagi darslar uchun foydali bo'lyapti, lekin hali bir oy bo'lgani yo'q. Savolim, har mashg'ulotdan keyin belga, keyin trapetsiyaga ishlanadigan mashg'ulotlarni har mashg'ulotdan keyin 3 pot 4 pot ishlab ketsa bo'ladimi yo o'sha siz aynan ko'rsatgan joyda ishlash kerakmi? O'zimda lishni xohish bilan ishlab ketsa bo'ladi, zarar bo'lmaydi, bemalol. Masalan, bir haftada 3 marta bo'lsa, shunaqa. Ikkinchisi, keyin fitnessdan tashqari gimnastikaga ham borganmisiz? Chunki ko'p bu fitnessga keladiganlarda boyaga salto, unaqa yengil harakatlarni ko'rmaymiz, lekin sizda ko'ramiz. Shu savol. Endi kichkinaligimda sportdaman. Men 4 yil taekwondo bilan shug'ullanganman, 2 yil kickboks bilan, 1 yil volley borba, 10 yil davomida parkur bilan shug'ullanganman. Men shu именно ko'chada har xil akrobatik fintlarni, turnirda qanaqadir fintlarni qilishga qiziqardim. Meni hobbim bo'lganligi uchun to'xtatmaganman shu narsani. Kachаться qilib yurgan paytimda ham onda sonda o'tga chiqib otib turardim yoki zalga borib shu akrobatik elementlarni qilib turardim. O'shaning uchun haligacha tana eslab turibdi o'sha nagruzkani. Rahmat. Bormi yana savol? Savol bo'lmasa keyin konkursga o'tamiz. O'shaning uchun men aytganman, zametka yozib qo'yinglar. Sifatli tana qurishda oqsilning o'rni juda ham yuqorida. Bilishimcha siz yoshligingizda bir oyligimga tovuq tuxum bilan rolton olib musobaqaga tayyorlanganman deb aytgansiz. Shunda oqsil kamroq bo'lgani nisbatan, ya'ni rolton qo'shilgan, shunaqa har xil narsalar qo'shilgan. Demoqchi bo'lganim savolim shundaki, hozirgi qo'shtirnoqchidagi trenerlarning gapi rostmi? Ya'ni cheklovlarsiz tana qursa bo'ladimi? Yoki-da anaqa bilan oqsilni hisoblab yurish kerakmi? Bizlar paytimizda birinchida internet bo'lmagan, telefonlar unaqa bo'lmagan.
shu soha unaqa rivojlanmagan bo'lgan, o'zimda ham ilm bo'lmagan unaqa, lekin желание, motivatsiya juda katta bo'lgan. Shu roltni yeb, lekin trenirovkamni hech qachon to'xtatmaganman. Lekin o'shani o'ylamaganman, to'g'ri men yetarlicha oqsil yeyishim kerak, har grammni hisoblashim kerak, mana shuncha uglevod, mana shuncha yog'lar va hokazo, unaqa ilm o'shanda bo'lmagan. Jaydar bola bo'lganman. Shu yoqtirardim, shuni kelardim, trenirov qilardim, o'ylardim, qancha ko'p tosh ko'taraolsam, shuncha kattalashib ketaveraman deb o'ylardim o'sha payt. Endi hozir уже zamon rivojlangandan keyin biz hozir shu narsani anglayapmiz, tushunyapmiz, toshqa yaxshi oziqasiz, yaxshi tanani qurib bo'lmasligini. Ba'zi bir trenerlar fikriga nisbatan sizning fikringiz qanaqa, metodiga nisbatan? Ya'ni cheklovlarsiz tana qurish deb aytishyapti-ya hozir. Har xil endi cheklovlar siz yeyotgan ovqatingiz hozirgi kunda misol uchun gormonlar, keyin har xil ximikatlar qo'shiladi ovqatlarga. Tabiiy ozuqalar qolmagan. Ular bizga yomon ta'sir o'tkazadi tanamizga, o'zimizni qanday his qilishimizga. Chunki har bitta ozuqaning ichida ma'lumot bo'ladi, informatsiya bo'ladi. Misol uchun oqsil, yog', uglevod, mineral, vitaminlar, mikro, makro elementlar va hokazo hammasini umumiy qilib aytgani informatsiya bor. O'sha yegan narsamiz, ishdagi informatsiya qisman tanamizga aylanadi. O'sha narsani ko'p yeyorsak, siljish yo'li bilan o'sha informatsiya ko'paygandan qolgan informatsiyani ustidan ustunlik oladi va o'zini namoyon qiladi. Biz nima yesak o'shamiz. Shuning uchun yegan ovqatimiz, yegan informatsiya qisman tanamizga aylanadi. Yaxshi rivojlanish uchun, o'shalar yaxshi o'sish uchun, o'zimizni yaxshi his qilishimiz uchun har tomonlama tabiiy mahsulotlardan foydalanishimiz kerak. Vot. Cheklovsiz tanani chiroyli qurish juda qiyin. Baribir ratsionga qarash kerak. Nima yeyotganimizni anglab yeyishimiz kerak. Lekin hammasini yeb, agar harakatingiz ham ko'p bo'lsa, siz yaxshi rezultatga erishishingiz mumkin. Lekin to'g'ri ovqatlanib, xuddi shu harakatni qilib, to'g'ri ovqatlanib turib qilsangiz, rezultat 2 barobar yaxshiroq bo'ladi. Ovqatda gap katta. 80% ovqat, 20% trenirovka. O'shanda 100% natija bo'ladi. Endi menda o'sha payt sharoit bo'lmagan, pul bo'lmagan. Men sotuvchi bo'lib ishlardim. 150 ming so'm oyligim bo'lardi. Magazinda sosiska, kola, pola, yog'. Bir oy davomida nimadir yeb qo'yardim. Qo'limga 120 ming, 130 ming tegardi. O'shanda 60 ming so'mga abonement sotib olardim, 60 ming so'm qolardi. U 60 ming so'm bir oyga yetmasdi. O'shaning uchun men roll yeyishga majbur bo'lganman. Agar sizlarda unaqa sharoit bo'lmasa, yaxshi ovqatlanish sharoit bo'lsa, yaxshi ovqatlanib, to'g'ri ovqatlanib, yaxshi natijani qilishni maslahat beraman. Yana qanaqa savol bor? Assalomu alaykum Mixail aka. Men yaqinda kanalingizga qo'shildim. Shu moslashish qiyin bo'lyapti-da trenirovkalarga. Nimaga? Podxodlar soni juda ham ko'p bo'lyapti, chunki undan oldin men podxodlar unaqa ko'p ishlamaganman. 5 ta podxoddan 15 tadan kolичествоsi ham o'shanga moslashish qiyin bo'lyapti. Shuni moslash uchun nimani kamaytirish kerak? Podxodlar sonini yoki повторениyalarnimi? Yaxshi narsaga odam tez o'rganadi, bilasizmi? Programma yaxshi programma. Moslashib ketasiz, o'rganib ketasiz. Prosta ozgina vaqt kerak. Hech narsani kamaytirish kerak emas. Kuch yetguncha qilavering. Podxodlarni ham, ketma-ketligini ham, повторениясini ham. Prosta ozgina vaqt kerak, hammasi keladi. Iloji boricha hech narsani kamaytirmaslikka harakat qiling. Prosta veslarni yengilroq oling, bo'ldi. O'shani trenirovkani oxirigacha borasiz. Trenirovka yarimgacha borib, keyin ketvormang. Undan ko'ra ves yengilroq qo'ying-da, lekin to'liq bajaring. Shu menda shu narsa bo'lyapti-da, boraman, masalan, boshida kuchim ko'p, tez-tez qolaman. 4 ta mashq qilaman-da, o'sha 5-6 mashqqa kelganda kuch yetmay qolyapti-da. Maksimalni qilib qo'yib deyapman, baribir ves kamaytiring. Ketmayaptimi? Ozgina ves kamaytiring, lekin oxirigacha yetkazing. Xo'p, rahmat. Mana kanaldagi trenirovkani turlari, setaplar ketma-ketligi bor-ku. Uni qanchada yangilanadi? 1 oyda o'zi to'xtatish kerakmi, 2 oyda yoki 15 kunda keyin boshqa usulga o'tish kerakmi? Hammasi to'planma.
Hayot bu tajribani to'planmasi. O'zimiz bilan o'lganimizdan keyin tajriba bilan nima deydi, xotiralarni olib ketamiz. Tana bu ovqat to'planmasi. Jasad forma. Bu trenirovkalarning to'planmasi. Misol uchun mushak katta bo'lish uchun million qaytaruv. Ko'raverasiz, millimetr yillar davomida millimetr qo'shilib kattalashib ketadi. Mushakka eng muhimi nagruzka berib, qon haydab gipertrofiyaga erishish. Aynan shunda ham faqat nagruzka bersak, shuni doim qilib yursak bo'ladi. Men har doim aytaman, eng yomon trenirovka bu bo'lmagan trenirovka. Zalga kelib trenirovka qilib ketsangiz, nimadir qilib ketsangiz hamda yo'qdan ko'ra. Lekin programmani o'zgartirish kerak emas, faqat ketma-ketlikni o'zgartirib turish kerak. Chunki mushaklar bitta nagruzkaga o'rganib qoladi. Katta voloknalar bor, kichkina voloknalar bor. Ba'zi упражнение qilganimizda o'sha krasnoy-белый volokna degan narsa bor-da, o'sha katta voloknalar ishlaydi, kichkina voloknalar ishlamaydi. Qo'shiladi, lekin unaqa keraklicha nagruzka olmaydi. O'shalar ham voloknalarni yaxshi nagruzka berib ishlatish uchun ketma-ketlikni o'zgartirib turishimiz kerak. Asosiy kostak bor, baza bor 80%, o'sha 80% ga qanaqadir yangi упражненияларni qo'shib turish kerak. Orada supersetlarni qo'shish kerak. Bir marta misol shtangada ishlash kerak, ikkinchi marta gantelda, uchinchi marta trenajyorlarda, to'rtinchi marta o'zimizning vaznimiz bilan, beshinchi marta hammasini aralashtirib, mana shunaqa ishlasak, mushaklarimiz maksimal darajada rivojlanadi va chiroyli bo'ladi. Так, хорошо. Keyingi konkursga o'tamiz. Keyingi konkursimiz приседание с блином. Mana shunaqa qilamiz, hozir sizlarga ko'rsataman. Mana buni turib olib, oldiga ko'tarib, mana buni turishimiz kerak. Kim ko'p tursa, o'sha yutgan bo'ladi. Mana bu turib olamiz. Желающиlar bo'lsa. Tayyormisizlar? 1, 2, 3. Boshladik. Texnikaga ham e'tibor beraman. Qo'lingizni oching, oxirigacha tirsaklarni ochish kerak. Teparoq ko'taring qo'lingizni. Yaxshi. Qo'l ochamiz, oxirigacha tekis qilamiz, tirsaklarni ochamiz. Ochamiz tirsaklarni. Mana birinchi bola qanaqa turibdi, qaranglar. Xuddi shunaqa turish kerak. Pastroq o'tiramiz. Yana ham pastroq. Yaxshi. Oching tirsaklaringizni. Tirsaklaringizni oching. Ochish kerak. Yoningizdagi turishni qarang, zo'r turibdi. Всё? Первый вылет. Второй, третий. Шлемаш, pasroq. Yaxshi. Давай, держим. Qo'l ochamiz, oxirigacha ochamiz. Mana shunday. Держим, oching tirsaklaringizni. Pasroq tushing. Yana pasroq tushing, qo'lingizni tushiring pasroq. Oching tirsaklaringizni. Minut bo'ldi. Ko'taramiz tirsaklarni, ko'taramiz sizlardan, ha. Oching tirsaklaringizni. O'nta paketni tumbochkaga olib kelgan. Mana shu bola eng yaxshi bajardi. Bu bolaga ham beramiz.
texnikasi noto'g'ri edi, lekin oxirida to'g'rilab, ana sila volidi irodani ishlatganligi uchun. Trenovkadan keyin trenovkaning yarmiga kelib, yurak nagruzkaga tushadi, ko'ngil aynishi bo'ladi. O'sha вообще boshqani qilmay qoladi. Oldin dzyudoga borganman, dzyudoda ham shunaqa ozgina shug'ullanib nagruzkaga tushgandan keyin o'zimdan kattaroq ves bilan nagruzkaga tushganda yurak shunaqa hapqirib ketadi, keyin ko'ngil aynishi bo'ladi. Shu bilan bo'ldi. Keyin to'xtataman shunda. Kardio qilasizmi? Yo'q. Kardio qilish kerak. Oyoq ishlaysizmi? Yo'q, oyoq ishlayman, faqat dzyudo bilan. Chunki yurak qonni pastga haydasa, oyoq mushaklari qonni orqaga haydaydi, tepaga. O'sha metabolizm deyiladi, almashuvmada va qon aylanishi yaxshilanadi. O'shaning uchun oyoq mushaklarini ishlatib turing va kardio qilish maslahat beraman. Chidamligingizni oshirish uchun. Chidamligingiz oshgandan keyin yurak ham shu nagruzkaga moslashadi va bardosh beradi. Unaqa qanaqadir sizga diskomfort bermaydi. To'g'ri ovqatlaning. Ovqatlanishda gap katta. Har kuni prisedaniya qilish foydalimi yoki kardio qilib mashg'ulot to'xtatishmi? Tugatish. Endi maqsaddan kelib chiqib harakat qilish kerak. Yengilroq ves bilan. Agar yengilroq vesingiz bo'lsa, sog'lom bo'lish uchun va immunitet baquvvat bo'lish uchun, har tomonlama o'zingizni yaxshi his qilishingiz uchun har kuni qilganingiz yaxshi. 1,5 minut. Shuni telefonni qo'yasiz, sekundan beri qo'yasiz, 1,5 minut o'tirib turasiz. O'sha eng zo'r, eng foydalisi shu. Har tomonlama, lekin mushak massasini o'stirmoqchi bo'lsangiz, haftada 2 marta 72 soat dam berishingiz kerak mushaklarga. Katta og'ir veslar bilan nagruzka berib, keyin 3 kun dam berib, keyin yana qaytarsangiz bo'ladi. O'shanda mushaklar o'sadi. Lekin har kuni qilib mushaklarni ko'tartirmoqchi bo'lsangiz, kattalashmaydi. Lekin sog'liqqa juda ham katta foyda har tomonlama. Agar taqqoslaganda umi yo bumi deganda har kuni 1,5 minut, 2 minutdan. Trenirovkadan keyin hamma mishsiralar har kuni pashta oladi, nima qo'ymaydi. Ko'p travma bo'ladi va shu yelka tarafdan, chunki berasiz ko'proq urajish mushakga. Nima maslahat berasiz? Mushaklar og'rishi bu yaxshi nagruzkadan, bu yaxshi. Mushaklar og'risa, demak tiklanayotgan bo'ladi, o'sayotgan bo'ladi. Agar sustavlar, bo'g'imlar og'riyotgan bo'lsa, bu og'ir veslardan, yaxshi razmin qilmaganlikdan. Shuning uchun trenirovkadan oldin yaxshilab qizish kerak. Yengil vesda bir 5 ta podxod, 15 tadan razmin qilish kerak. Undan keyin veslarni qo'shib borish kerak. O'shandan travma olish ehtimoli kamayadi. Siz bergan programmani to'liq ishlagandan keyin yana kuch qolyapti. Boshqa trenajyorlarda ham ishlasa bo'ladi. Agar kuch qolayotgan bo'lsa, yoki ves qo'shing. Agar shunda ham kuch qolayotgan bo'lsa, bemalol. Men aytaman, zalga chiqib nimadir qilib ketsalar ham hamda, yo'qdan ko'ra. Endi maqsadga kelib chiqing. Agar o'zingiz uchun, sog'lig'ingiz uchun qilib berayotgan bo'lsangiz, yaxshi qomat qilmoqchi bo'lsangiz, men berayotgan programma o'zi yetarli. Ko'p ham ko'p, hammasi me'yorida bo'lgani yaxshi. Bir xil bolalar aytyapti, yarimgacha bora olmaymiz deyapti. Endi siz terminator bo'lsangiz kerak. Agar kuch qilayotgan bo'lsa, u narsa qilib ketsangiz bo'ladi. Turning brus, planka yo'q, kardio ko'proq qilsangiz bo'ladi. Ustoz, zal vaqti avval kechqurun shug'ullanardim, ko'nglim aynimasdi. Ertalab agar shug'ullanishdan oldin ovqatlanib zalga chiqsam, ko'ngil aynayapti o'sha nimada. Lekin ovqatlanishimga bog'limi yoki zal yaqinda boshlaganmiz? 6 oy 7 oy bo'ldi. Haligacha qo'yni aynyaptimi? Yo'q, hozir boshlandi. Ertalabki ko'chirganda boshlandi. Avval aynimasdi. Trenirovka paytmi? Oyoq kuni bo'lsa kerak. Oyoq kuni, deyarli oyoq kuni shunaqa. Это normal. Ko'pchilikda shunaqa bo'ladi. O'tib ketadi bu narsa. Ovqatlanish misol uchun kechqurun 5 ta zalga chiqaman, uxlashdan oldin ovqatlanaman-da. Lekin misol uchun 5 ta ovqatlansam 5 ta zalga chiqishim kerak-ku. Har kuni bir xil vaqt chiqaman har doim. Nima bo'ladi? Bo'ladimi kechqurun shunday ovqatlansam, uxlashdan oldin, где-то 1 soat oldin. 4 soat oldin ovqatlaning. 4 soat oldin. Chunki siz uxlashdan oldin ovqat yesangiz, yaxshi tiklanmaysiz, ertalab buzilib uyg'onasiz. Chunki organizm energiyani tanadagi proseslarni o'sha qayta tiklanish jarayoniga sarflamaydi-da, ovqat hazm qilishga sarflaydi.
O'shaning uchun uxlashdan oldin yemaslik kerak. Uxlashdan oldin yeydigan bo'lsangiz ham yomon uxlaysiz, chuqur uyqu bilan uxlay olmaysiz. Yaxshi tiklanmaysiz, ertalab buzilib uyg'onasiz va o'zingizni charchagandek his qilasiz. O'shaning uchun yotishdan oldin ovqat yemaslikka harakat qiling. Oldin sraz yesam bo'ladimi? Trenirovkadan oldin bir yarim soat 40 minut oldin yesangiz bo'ladi. Bu ham agar to'g'ri ovqat bo'lsa, to'g'ri pishirilgan ovqat bo'lsa, da. Agar grechka, guruch misol uchun qaynatilgan gruzinka bo'lsa bemalol. Agar osh-posh, lavash-pavash tiqsangiz bo'lmaydi. Ha, tushundim. Keyin trenirovkadan keyin ovqatlanmasa ham bo'ladi, to'g'rimi o'shanda? Trenirovkadan keyin ovqatlanish kerak. Yana ovqatlanish kerak. Trenirovkadan keyin sraz ovqatlanasiz, keyin uyga borib, keyin uxlaysiz, to'g'rimi? Siz 5 da chiqayotgan bo'lsangiz, 2 soat, 3 soat turib qilasiz, 8 da ovqatlanasiz. Nechada uxlaysiz? Где-то 10:30 da uxlayman. Normal. Shu 2,5 soat, 3 soat bor. Normal. Trenirovkadan keyin ovqatlanish kerak. Savol, agar uxlashdan 4 soat oldin ovqatlansa, 4-5 soat oldin ovqatlansa, agar uxlaydigan vaqtimizda qorni och ham olsa-chi? Yemaslik kerak. Yemaslik. Och qoringa yotib uxlash kerak. Yengil narsa, tuxum bilan piyoz qovurib yeb olsangiz bo'ladi. Oyoq ishlaganda ko'p shunaqa bo'lyapti. Birinchi yil shug'ullanmayman, ancha yildan shug'ullanaman, lekin sizni trenirovkangizdan keyin bir hafta ham og'rigan vaqti bo'lyapti. U sal yengillik og'riqni yo'qotishga biron narsa bormi? Bor. Xuddi birinchi kun trenirovka qotganda og'riydi. Beta-glutamin va elektrolitlar kerak sizga. Beta-glutamin, Beta-glutamin, nezaminimый aminokislotalar, glutamin oshqozon devorlarini himoya qiladi, immunitetni ko'taradi. Beta esa klechniy уровеньda tiklanishga yordam beradi. Elektrolitlar esa mineral tuzlarni organizmda to'g'ri taqsimlab beradi. Mushakka, ter tegiga va hujayralarga. Buni har kun ichamanmi? Misoldan har kuni. Assalomu alaykum. Sushkani necha etap qilish kerak va har etap kaloriyani kamaytirgani bilan uglevodni kamaytirib, oqsilni ko'paytirish kerakmi? Sushkada shunaqa qilinadi, высокобелковый dieta bo'ladi. Uglevod minimum, oqsil maksimum. Oqsil hech qanaqa zarari yo'q. Oqsilni cheklanmagan miqdorda iste'mol qilsangiz bo'ladi. Избыток belka bo'lmaydimi hech qanaqa organizmda? Mishsalar sizga faqat rahmat aytadi. Organizm mukammal, o'ziga kerakli narsani hammasini oladi, kerak narsani hazm qilib chiqaradi. Necha etap qilish kerak? Maqsadingizga qarab. Agar musobaqa chiqmoqchi bo'lsangiz, kamida 4 oy oldin boshlaysiz. Agar o'zingiz uchun qilayotgan bo'lsangiz, hayot tarziga aylantirib, shu rejimda yursangiz bo'ladi. Rahmat. Savolim 5-6 yil oldingi Mixail Valenkin bilan hozirgi Mishakani farqi bor. Undan oldingi Mishakadan ko'ra hozir xotirjamroqsiz hozir. Hozirgi shoshgan zamonda, shoshqaloq zamonda xotirjamlikka qanday erishsa bo'ladi? Ibodat orqali. Ruhiy rivojlanish orqali. Sakinat orqali. Boshqa hech qanaqa yo'l yo'q. Sustavlarda og'riq borda, tirsakda, tizzada oldin og'ir ishlagan 1 yilcha oldin o'rtada pererv bo'lib qoldi. Shunga vitamin ili mashqlar qilish iloji qanaqa? To'g'ri ovqatlaning va multivitamindan foydalaning doimiy ravishda va trenirovkadan oldin yaxshilab razmer qiling. Bo'g'imlarni yaxshilab qizdiring. Yengil vesdan boshlab 5-6 ta potot qilib, keyin og'ir vesga o'ting. Kallagan bo'lmaydi lekin. Kallagan qanaqadir miqdorda yordam beradi. Bu ham ovqatlanishga kiradi. Gap ovqat. Juda ham katta gap ovqat. Biz nima yesak o'sha narsamiz. Yegan ovqatimiz qisman tanamizga aylanadi. Shuning uchun vitaminga, minerallarga boy ozuqalardan foydalanishga harakat qilinglar. Va tirik ozuqalarni, живая пища deydi. Живая пища bu o'lik pishya emasda, tirik. Quyosh va oy nurlarining tagida o'sgan ozuqalardan foydalanishga harakat qilinglar. Paringda o'sgan, gormonlar o'stirilgan yoki 3 kundan ziyod xolodilnikda saqlangan ozuqalardan foydalanmanglar. 3 kundan ziyod saqlangan ozuqalar o'lik hisoblanadi. Ichida foydali ozuqa bo'lmaydi. Bizga hech qanaqa foydasi yo'q. Organizm faqat unga kuch-quvvat sarflaydi, hazm qilib o'zidan chiqazib yuborishi. Hammasi oshqozondan boshlanadi. Immunitetdan tortib, rakdan tugatib. O'shaning uchun o'zimizni
yosh nasli bilan to'ldirishimiz kerak. Yana bitta savol bor. Yoshligimdan beri go'sht yemayman-da. Mol, qo'y, ot, balu bilan tovuq yeyman-da. U ham kam. O'shani o'rnini protein bilan to'lg'izsa bo'ladimi? Bo'ladi. O'sha tovuqdan, baliqdan, tvorogdan, tuxumdan, pishloqdan normasini bemalol to'ldirsangiz bo'ladi. Lekin go'sht mol bilan qo'y yeydiganlardagi suxoy chiqmayapti-da, mishsalar. O'shani protein anaqalar bilan o'rnini to'lg'izib shunaqa suxoy qilish iloji bormi? Yog'li ovqatlar, unli ovqatlar, shakar, fast food va gazlangan narsani ratsionni polностью olib tashlasangiz, suxoylashib ketasiz. Yo'q, unaqa narsa yemayman lekin. Nonli ovqat kam, gazli narsa ichmayman. Uglevodli narsa ko'p-da, guruch bilan grechka. O'sha uglevod kamaytiring bo'lmasa. Oqsilni ko'paytirib, uglevodni kamaytirib, kardioni qo'shing. Har kuni 1 soatdan zina qilsangiz, 100 kunda xudo xolisi siz qo'layotgan sushka bo'ladi. Shak qilsa-chi? Nima qilsa? Shak. Shak? Shak. Yo'q, zina qilish kerak. Terlashish kerak konkret. Chunki biza yog'ni qanday eritamiz? Hammani vesagonkalar kiyib oladi, strich o'raydi va hokazo. Bu narsalar hammasi befoyda. Chunki biza nafas olganimizda kislorod bo'lib kiradi, nafas chiqarganimizda uglekislot gaz bo'lib chiqadi. O'sha uglekislot gaz bilan toksinlar chiqadi, o'sha toksinlar bilan yog'lar eriydi. Siz begodorodda yurganingizda unaqa ko'p nafas olmaysiz. 1 kilo yog'ni eritish uchun 30 tonna kislorod qabul qilishimiz kerak. Zinada yurganingizda выживание bo'ladi. O'ta qiynalasiz konkretno. O'pkalarni konkretno ishlatasiz. Juda ham ko'p kislorod qabul qiladi organizm va juda ham ko'p toksinlar chiqaradi. O'sha toksinlar bilan yog'lar eriydi. O'shaning uchun men zinani qilish hammaga maslahat beraman. Agar sush qilayotgan bo'lsangiz. Rahmat. Ustoz, savolim shundan iborat. Siz tovuqni qanday pishirib yeganda yaxshiroq deb o'ylaysiz? Gruzinkani. Qanday pishirish kerak? Pishirish kerak, yeyishda. Uni qaynatish kerakmi yoki qovurib yesa ham farqi yo'qmi? Eng yaxshisi bari qaynatilgani. Ichida ko'proq oziqalar saqlanib qoladi. Qo'rsa ham bo'ladi, raznoобразие qilish uchun. Uni ham olivka yog'ida qovurib yeyish kerak. Oddiy yog'da yo'q, pasonchi yog'lar, ular trans yog'lar bo'ladi. Qonni quyuqlashtiradi. Qon quyuqlashsa, metabolizm, almashuv moddasi sekinlashadi, gormonlar buziladi. O'shaning orqasidan keyin tanada katta o'zgarish bo'ladi, yog' to'planadi. Chunki organizm misol uchun soat 3 ta strelka bo'lsa, bitta tomonga yuradi-yu. Noto'g'ri ovqatlanganda, gormonlar buzilganda, o'sha 3 ta strelka har xil tomonga ishlashni boshlaydi. Noto'g'ri ishlagandan keyin har xil kasalliklar rivojlanib keladi. O'shaning uchun soat to'g'ri ishlash uchun to'g'ri oziqalardan foydalanish kerak. Mana bunaqa savol, siz aytasiz har doim nima yeyotganinglarni anglashinglar kerak. Sizda baribir bo'lib qoladimi? Fast food yeb qo'yasizmi yoki kola ichib qo'yasizmi, gazli narsalar? Umuman. Faqat diyetadasiz. Dietada emasman, men to'g'ri ovqatlanaman. Men non yemayman. Не срываетесь. Unli narsalar umuman yemayman. Juda onda sonda tam pishloqli pizza yeyishim mumkin. Bir ikkita kusoq agar bolalarim bilan qatqadir borgan. Onda sonda. Bu ham juda redki. Tak shirinliklar yemayman, shakar umuman yemayman. Shakar o'rniga xurmo bilan asal yeyman. Meva yeyman. Sabzavotlar yeyman. Ko'proq shularga urg'u beraman. Sabzavotlarga. Shu rejimda necha yildan beri? Necha yildan beri? Endi 2024-yilda musobaqaga chiqqan bo'lsam, o'sha 2024-yildan beri, 1,5-2 yildan beri shunaqa rejimdaman. Lekin undan oldin ham misol uchun musobaqaga 1 yilda 4 marta chiqardim. Deyarli yil davomida diyetda bo'lardim. Strogiy, jostki diyetda bo'lardim. Chunki sushka 3 oy bo'lsa, bitta musobaqadan keyin 1 oy dam olardim, keyin yana podgotовка kirib ketardim, yana 3 oy sushka qilinardi. O'shaning uchun o'shanda ham o'zimga позволить qila olmasdim. Qolgan narsani yeyish. Ko'p musobaqalar bo'lganligi uchun. Так, хорошо. Bormi savolingiz? Bor. Kardio mushak massasini kamaytiradimi yoki faqat yog'larni kamaytiradimi?
yog'larni kamaytiradi. Mushaklarni kamaytirmaydi. Mushaklarni yo'qotib bo'lmaydi. U misol uchun yoki qalin bo'lishi mumkin yoki ingichka bo'lishi mumkin, lekin u yo'qolmaydi, uni kuydirib bo'lmaydi. O'shaning uchun kardio qilishdan qo'rqmaydi. Kardio juda ham foydali har tomondan. Agar og'ir trenirovka bo'lsa, 2 soatlik trenirovka bo'lsa, уже qorni ochadi, to'g'rimi? Qorni ochganda kardio qilsa bo'ladimi yoki minusmi? Selotronovkadan keyin kardiomi? Qilsa bo'ladi. Qorni ochib qo'ygan taqdirda. Да. Так. Keyingi konkursimiz plank. Plankani qaranglar, qanaqa turamiz. Qo'l ustiga mana bunaqa chiqib olmaymiz. Buni to'g'ri. Mana o'tirib olamiz, skotni ham pastga tushira olmaymiz ham, tepaga ham ko'tara olmaymiz. Tekis qilib mana shuni o'tiramiz. Press ichiga tortib olib. Bunda ham texnikaga e'tibor beraman. Kamroq turgan bo'lsanglar ham, texnika zo'r bo'lsa, o'sha yutgan bo'ladi. 1 2 boshladik. Молодцы. Kamida 7 minut tursa kerak hamma. Держим. Еще раз. Молодец. Держим. Еще раз. Ушемас. До конца. Taslim bo'lishga haqqinglar yo'q. Shuncha turdilaring. Давай, до конца. Ishlaymiz. Ko'p teproq ko'taramiz. Bola 8 minut turish. 8 minut planka turadiganlar bormi? Faqat men shogirdlarim turadi. 10 minutgacha olib borish kerak edi. Qancha? 2 shkol ko'taring. Необычный креатин. Там окситозота есть. Xo'jalar ko'proq kislorod yetkazib beradi, chidamlikni oshirib beradi. Elarginel turli ham bor. Kuch-quvvatni ko'tarib beradi. Bunga qo'shish bo'ladi kam miqdorda. On 1 minut bor. On 4 minut bor. Na 14 minutdan keyin nima xolos?
Bo'ldi. Победила дружба deydi-yu. Voy, tashlaylar. Ikkalangga ham podarka beraman. Bo'ldi. Bo'ldi, brat. Молодец. 15 minut. Ushang, bu sizga kuch-quvvat, chidamligingizni oshirish uchun. Qani bizani ikkinchi ishtirokchimiz. Primisiz? Tabriklayman. Молодец. Sizga tiklanishingiz uchun. Молодцы. Yaxshi. 15 minut, zo'r. Yana savol. Hozirgi bilimlaringiz bilan 16 yosh bo'lib qolganingizda nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Ko'proq kitob o'qigan bo'lardim. Kitob o'qishni kech boshlaganman. Kitobda juda ham ko'p hikmat bor. Kitob yozgan odam nimadir tushungan, keyin shu tushungan narsasini kitobga kiritgan. O'zining tajribasini. Bizda kitobdagi yozilgan narsani tushunishimiz uchun, o'zimizni shaxsiy tajriba orqali o'zishimiz uchun yillab vaqt o'tishi mumkin. 10 yil, 15 yil. Biz o'zimizni 15 yil, 20 yil umrimizni ketkazmasdan bir haftada bitta kitob o'qib, o'tdagi yozilgan tajribani olib, arsenalga qo'shib hayotda foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun ko'proq kitob o'qigan bo'lardim, til o'rgangan bo'lardim. Yana nima? Yangi hunar o'rgangan bo'lardim, chunki odatda sportsmenlar urg'uni faqat o'sha sport yo'nalishiga beradi, boshqa sohada rivojlantirmaydi. Boshqa sohada rivojlanmaydi. Karyerasini yakunlagandan keyin nima qilishni bilmaydi. Chunki sportdan boshqa qiladigan ishni bilmaydi. Shuning uchun aytadi-yu, erkak kishiga 40 hunar kam deb. Shuning uchun yangi hunarlar o'rgangan bo'lardim. Hozir ham o'rganyapman, hozir ham davom ettiryapman, harakatdan to'xtamayapman. O'sha payt agar hozirgi aqlim bo'lganda shu narsani qilgan bo'lardim, kiritgan bo'lardim. Ba'zida o'zingizga menga shug'ullanish kerakmi, boshqa odamlarga o'xshab yashasam bo'lmaydimi degan savollarni berib ko'rganmisiz hech? Aytganman, vıdışkani o'chirib qo'ysam. Yana bir savol bering. Ba'zida menga o'zi shug'ullanish kerakmi, boshqa odamlarga o'xshab oddiy yashasam bo'lmaydimi degan fikrlar o'tganmi hech xayolingizdan? Yo'q, unaqa hech qachon bo'lmagan. Menda trenirovka har doim birinchi o'rinda turardi. Biza даже okalar bilan yoki o'rtoqlar bilan, shogirdlar bilan to'qqa, dachaga chiqib ketayotgan paytimizda ham, misol uchun, juma kuni, shanba, yakshanbaga chiqib ketyapmiz. Men juma kungi trenirovkani ham, shanba kungi trenirovkani ham qilardim. Spina bisepsni ham urardim juma kuni, undan keyin oyoq yelkani ham urib, keyin chiqib ketardim. Vijdonim qiynalmasligi uchun. Shunchalik fanat bo'lganman bu sohani. Dunyoda eng zo'r bo'lishni xohlaganman. O'shaning uchun menda hech qachon unaqa hayolimdan o'tmagan sport qadar tashlab ketishi, hamma qatori yashash. Men shu narsa bilan yashirdim, shu narsani yaxshi ko'rardim, jahon chempioni bo'lishni xohlardim, orzu qilardim. Shuning uchun 15 yoshimdan shu bugungi kungacha bir kun ham trenirovkani to'xtatmaganman. Maksimum musobaqadan keyin bir hafta dam olgandirman. Savolni berishimdan maqsad shu yoshligimda o'zim ham qiziqib kelganman. Lekin hozir boshlaganimga 1,5 deyarli 2 yil bo'lyapti. Rezultat juda sekin. Genetika katta rol o'ynaydi baribir. Tajribam bo'lgani uchun o'zim o'rtoqlarim keladi, boshqalar keladi, ularga o'rgataman, o'zim bilgan narsani mendan tez rezultat olib ketadi. Ularni genetikasi kuchli bo'lgani uchun, bo'lmasa men o'zimni slabi ishlayman deyman. Iloji boricha qo'limdan kelgancha og'ir ishlayman. Shunda ham rezultat juda ham sekin. Endi o'zingizni mukammal versiyangizni yarating. Shu qo'lingizdan kelgan hammasini qiling. 100%, 120% ga bajaring. Yo'qni Xudoga qo'yib bering. Bormi yana savollar?
qaysi mushak massasi qiyinroq rivojlanadi? Qiyinroq oyoq bilan qanot. Eng katta mushaklar hisoblanadi tanada. Ular eng sekin va qiyin rivojlanadi. Kichkina mushaklar tez rivojlanadi. Siz uchun top 3 bodybuilder O'zbekistonda. O'zbekistonda? O'zbekistonda. Man Ibrohim Jahongir. Keyingi kim bo'ladi deb o'ylaysiz? Yaqin 5-8 yil. Pro kartanimi? Ha, pro kart va professionalga aylanishmi? Siz ham bo'lishingiz mumkin. 5-6 yilda любой odam bo'lishi mumkin. Hammada imkoniyat bor. Shuning uchun vaqt ko'rsatadi. Nimadir ayta olmayman. U bo'ladi, bu bo'ladi. Buni aytsam, bunisi xabar bo'ladi, bunisi aytsam, bunisi xabar bo'ladi. Shuning uchun hammaga omad tilayman-ku. Hozirgi kunda bu sportda yaxshi rivojlanish uchun oldingi Ronnie Coleman, Kevin Lebrunlar ovqatlanish trenirovka tizimida ishlagan yaxshimi yoki hozirgi Chris Bumstead yangi chiqayotgan pro atletlarni tizimida ishlagan yaxshiroqmi? Eski velosiped yaxshi. Eskisi? Da. Ularni kачествosiga ham e'tibor bersanglar, ular qilgan kачество bugungi kunda kачество yo'q. Chuqurligi, mushakni qattiqligi, объем bunaqa bodybuilderlar bugungi kunda yo'q. Ular eskilar qilgan ishlarni bugun bu bodybuilderlar qilmaydi. Hozirgi paytda internet shunga sabab. Hamma уже o'zini formasini internetda ko'rsatadi. Onlayn bo'lib qo'ygan hamma narsa. Rasm qo'yadi, video qo'yadi. Ronnie Coleman, Jack Adlerlarning paytda internet bo'lmagan. Ular zal kelganda Instagram va letani ko'rib o'tirishmagan. Kelardi, paxach qilardi. O'shaning uchun ular legenda. Ular qilgan ish agar biz ham qilsak, hech qachon kam bo'lmaymiz. Ularning metodikasi yaxshiroq. 100%. Bravo. Qorin bo'shlig'idagi yog'lar tezroq eritib, bel, qorin sohasini kichraytirish, ingichkalashtirish uchun ko'proq sport bilan shug'ullanish kerakmi yo dieta qilish kerakmi? Bitta joydan yog'i ketkazib bo'lmaydi. Hamma joydan bittada ketadi. Yuzdan boshlanadi, sekin pastga tushib, eng oxiri qoringa ketadi. Tana bu ovqat to'planmasi, yuqorida aytib o'tdim, yegan ovqatimiz qisman tanamizga aylanadi. Biz nima yesak, o'shamiz. O'shaning uchun 80% питание, 20% trenirovka. O'shanda 100% rezultat bo'ladi. Yopiq kanalimda bo'lsangiz, men hammasini o'rgatib borganimdagi hammasini qaytarsangiz, gulidan kuliga cho'ng qilsangiz, xudo xolasa, rezultat tez bo'ladi. Shu men bergan maslahatlarga rioya qiling. Tajribadan o'tgan hammasi. Tak, keyin konkursga o'tamiz. Keyin konkursimiz brus bo'ladi. Oxiridan ko'tarilamiz. Mana bunaqa osilib olib, mana bunaqa yarimta qilmaylik yoki ichiga cho'kib olib, mana bunaqa qilmaylik. Oxiridan tirsaklarni ochamiz va oxiridan tushamiz. Mana shuna qilib bajaramiz. Kamroq qilsanglar ham to'g'ri qilinglar. O'sha narsaga e'tibor beramiz. Kim tayyor? Всегда готов. Ша. Он 16 bo'ldimi? Давай, 20 ta. Yaxshi. Yana 3 ta. Молодец. Bormi yana? Sana oslam? kiloman dedi, bu sizga nima qiladi? Yozayapti. Tashlab sani ko'rdingiz bu.
Давай. До конца. Яна. Молодец. Ilikdan hidi kelyapti ya. Yaxshi. Давай. Молодец. 45, пока что рекорд. 55. $80 kilo belli mi işte bu? Hiç bak. Yutganiga mashina beraman. Artamov. Birinchi o'rin olgan. Eng qimmat narsa mana shu paket ichidagi mana shu narsa bo'ladi. Давай, до конца. Молодец. Ko'tariling. Pishdi. Молодец. Nahotki yo'q, 60 ta qiladigan. Beshta qiladi. Bitta. Молодец. Nechta bo'ldi shunda? Texnikaga ham e'tibor beramiz. Молодец. Bormi yana? Yo'q a? Молодец. Посрочи. Давай.
Молодец. Borasizmi? Nasıl yigitimiz ha? Ha, hem texnika. Da. Tabriklayman. Молодец. Ko'p. Yangi yigitimiz. Mana shu bor. Shu yigitmi? Tabriklayman. Eng ko'p qilgan ish. Tak. Savol bo'lsa yana ozgina gaplashamiz, keyin yana bitta konkurs Savol bor edi. Men bu YouTube'da boshqalar ko'rganman. Gurutni deydi. Gurut ishlayotganda stanovitagani 90 gradus bo'yiga 45 ga ko'tarib, keyin ishlash kerak. Bo'lmasa ham yelkani travma qiladi. Bruska ham tushganda oxiriga tushmagin deydi. Shu qaysi biri to'g'ri? Lekin shuncha yildan beri ishlab oxirigacha qilmaguncha shuni qilmaganman. Na yelkani, na gurutni. Men o'z savolingizga o'z javob berdingiz. Shu qilmagansiz. To'g'ri qilsangiz shu qilasiz. To'g'ri qilish kerak. Lekin shtangada keyin ushlab bo'lmaydi. Keyin agar tushirib ko'tarsa, amplituda kam bo'ladi, gurutga ham yuklanma tushmaydi, ko'proq yelkalarga. Oldida yelkalar yirtilib ketish gap emas. Travma olish ehtimoli katta bo'ladi. O'shaning uchun ichkariroq olib, ingichkaroq dakaza tushirib, dakaza ko'tarishimiz kerak. O'shanda nagruzka gurutga tushadi. Yotganida belni ko'tarish kerak edi. Kerak. Powerlifterlar spesialni shunaqa qilib yotib oladi, gurut bilan shtangani расстояниясini kamaytirish uchun. Bunday chiqib oladi, shtanga mabutda tushadi, nomga tegsa bunday ko'taradi, qo'yib qo'yadi. O'shaning uchun shunaqa qilib egaladi. Uni qilish shart emasmi? Boshqa bodybuilderlardan ajralib turadigan odatlaringiz. Bilgan, uni o'zingizlar bilsanglar kerak, men nima ajralib turadi? Kitob o'qishingiz. Kitob o'qishim? No, sizlar bilasizlar. Xarakter. Boshqa savol. Biceps ajralib turadi. Spina, bitsepslar. Faoliyatingizdagi qilgan eng katta xatoingiz bo'lsa agar. Eng katta xatomi? Men xato deb hisoblamayman hech narsani. Hammasi dars qilib qabul qilaman. Chunki xatolar va mag'lubiyatlar bizani kuchli qiladi. Muvaffaqiyat deyarli hech narsaga o'rgatmaydi. O'shaning uchun men hammasini dars qilib qabul qilaman hammasini. Ulardan to'g'ri xulosa chiqazaman va keyinchalik bu xatolarni qaytarmaslikka harakat qilaman. Xatolar ko'p bo'lgan, endi hozir har bitta xatoni eslab gapirib o'tib keta olmayman, lekin umumiy qilib olganda o'sha xatolardan to'g'ri xulosa chiqazib, boshqa shu xatolarni qaytarmaslikka harakat qilaman. Unda eng to'g'ri qilgan qaroringiz qaysi bo'lgan? Eng to'g'ri qarorimmi? Haq yo'lga qaytganim. Alloh yo'liga qaytganim. Ibodatda bo'lganligim. Ruhiy rivojlanayotganligim. Eng qiyin musobaqangiz qaysi bo'lgan? Hamma musobaqalar qiyin bo'ladi. Har bitta musobaqaga tayyorgarlik ko'rayotgan 100% berilib tayyorlanaman. Darajasi eng yuqori bo'lgan. Har bitta musobaqaning o'zini g'ashti bor. Hammasi qiyin bo'lgan. Eng qiyini bar Arnold Classic bo'lgan. Chunki u yerda 3,5 kun suv ichmaganman. Oson bo'lmagan. Hatto har bitta tayyorgarlikning o'zini qiyinchiligi bor, o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'ladi. Mashaqqat. YouTube'ga video qo'yasiz. Iso aka, Abdulla Jabborov shunga o'xshagan sportsmenlar bilan anaqa video qo'yasiz. Kelajakda Bahromjon Boymirzayev bilan video qo'yish niyatingiz bormi? Kim bilan? Bahromjon Boymirzayev bilan. Unga ko'p yozganman.
rosa qochdi u kommentariy boshida. yozardim, ha. hech ko'rmasdim lekin. Endi qochdi deb aytmayman, hozir shunga ham keyin negativ qiladi, yo kim qochdi, kim zadniy berdi, yo deb. Chaqirganman, ana boraman, mana boraman, bahonalar topib, har xil bahonalar topib kelmagan, oxiri chaqirmay qo'yganman. Sizga ham qiziqda, Bahrom akani ham hurmat qilaman endi trenirovkasi. Ko'ramiz. Yana bir yozib borarman, balkim kelar. Sharmanda bo'lgisi kelmaydi ko'pchilikni, o'shaning uchun kelmaydi. Shogirdlar bilan o'ylab ko'raman men. Keyingi mana bunaqa yopiq trenirovka qilmaymizda YouTube'ga chaqiraman. Shogirdlardan tanlayman, uni o'ylab ko'raman qanaqa qilish kerakligini. Hech kimga обидный bo'lmasligi uchun qanaqadir challenge qilamizmi yoki qanaqadir kommentariy ochib kommentariyadan tanlaymizmi? O'ylab ko'raman bu narsani. Keyingi etapimiz xudo xolasa shu YouTube'ga chaqirib birga trenirovka qilib, chiroyli suhbat qilish niyat qilganman. Один на один, bitta odam bo'ladi. Hozir shuni savol emas, taklif bermoqchi edim. Ayni shuni qanchadir vaqt berib, eng zo'r rezultat qilgan shogirdni shunaqa YouTube'ga chaqirib bo'lmasa men bunaqalar keladi-da. Mana oddiy smertnilarga deydi, u joy qolmaydi. Yo'q, uni viktorina qilamiz, ko'ramiz. Balkim qanaqadir aylantirib ichidan olib chiqaramizmi, keyin yopiq trenirovkada hamma o'zining ism familiyasini yozadi, tashlaymiz, aylantiramiz, bitta chiqarib olamiz. Ko'ramiz, balki 3 tasini tanlayman, balki 5 tasini ko'ramiz. Prosta agar bittaga bitta bo'lsa, zo'r bo'ladi suhbat va shaxsiyati zo'r ochiladi. Aytmoqchi bo'lganim, qanaqadir challenge qilsangiz, hamma harakat qilib YouTube anaqa qilsa. O'ylab ko'raman. Sizlar ham o'ylanglar, qanaqa qilsak bo'ladi? Hech kimga обидно bo'lmasligi uchun, haqqoniy bo'lish uchun o'shanaqa qilamiz. Yana qanaqa savol bor? Savol yo'qmi boshqa? Bo'lmasa keyin konkursga o'tamiz. Keyin konkursimiz отжимание bo'ladi. Qaranglar, отжимание mana bunaqa qilamiz. Mana baklashkani qo'yamiz. Grutimiz baklashkaga tegib qaytish kerak. Tekani hisoblanadi. Tegmagani hisoblanmaydi va oxirigacha ko'tarilishimiz kerak. Mana bunaqa bo'lmasin. Bo'lmadi. Do konca ko'tarilamiz, do konca cho'p, do konca ko'tarilamiz. Mana shu qo'ramiz. Mana baklashka. Kim tayyor bo'lsa, marhamat. Boshlab bering. Sanab turinglar. Zo'r. Ketdi, 100 ta. Давай. Yaxshi. Nechta bo'ldi? 70 tami? Nechta bo'ldi? 48 ta. Kim o'zini sinab ko'rmoqchi yani? Yuzta qilib qo'ymoqsan-da. Sakkiz. Nechta? 88. Hazırlaşma. 100 ta. Давай 90. İşledin mi?
O narsa yomon. 98 ta brat. Ha, 100 ta. Menimcha 88 dan ko'p qiladigan bo'lmasa kerak, a? Bor ekan. Chiqarishmi? O'tkazib, Nechta? 95 ta? 91 ta. Sardor. Uribdi sen. Oyam durust emas, bo'laqmi? Shuning uchun qardim oxirigacha borish kerak edi. O'zing aytdi-da. Kuchi bor edi, turib ketdi. Hayotda ham shunaqa-da. Shunaqa deydi odam. Shu o'ylamay qo'yganman, o'sha tursam bo'ladi. Yaxshi. Bormi yana желающий? Oxiri bir kunda 5 kilo yuz tashlab, 5 yer tovuq yeyib qoldi. Ota forma zo'r bo'ldi-yu. Yo, qattiq bo'ldi. 80 ming. Go'sht ketdimi? Ancha ketdi. Bitta saunaga kirdimi? Sen yetganman 85 kichik bo'ldi. Yo'q, kilo 90 kilo, 85 ham yo'q. 90 kilo yavoradi. Bundan agar 80 ustidan saralashdan ham o'tolmasdi. 90 bahaybat bo'ldi. O'sha ancha yedi. Oxir tazroq qildi. O'shanda 85 forma o'ta yaxshi. Endi 5 kilo. Nechta qildi? Mana 90 ta qiladigan bo'lmasa kerak-a? Bormi? Bo'ldi, menimcha yo'q-a boshqa. Tek. Bundan qo'ygan. Mashin beraman, to'xtatib. Qandidan chempionmiz. Tabriklayman senga. Sardor, bu senga. Mana shu ikkita narsani mana shu bolaga eng ko'p va eng yaxshi savol berganligi uchun. Tak, bizani trenirovkamiz o'z yakuniga yetdi. Sizlarga yoqqan degan umiddaman. Xudo xolasa shunaqa yopiq trenirovkalarni ko'proq tashkillashtirishga harakat qilaman. Birinchisi va oxirgisi emas. Sizlar harakatdan to'xtamanglar. Xudo xolasa keyingi master klassimizga yana ham kuchli bo'lib qaytinglar. Ana ko'rdinglar, bugun shunaqa konkurs qildik. Keyingi safar ham Xudo xolasa shunga o'xshagan yoki konkurs qilamiz yoki bir choyxona qilamizmi? Dasturxon ustida o'tirib, gurunlashamizmi, didorlashamizmi o'ylab ko'raman va albatta YouTube'ga ham 3 tami 5 ta shogird tanlayman. Uni ham o'ylayman. Sizlar ham taklif bersanglar, keyingi safar prямой efir qilayotganimizda o'shandan kelib chiqib, Xudo xolasa, keyingi etapimiz YouTube bo'ladi. Birga trenirovka qilib, suhbatlashib, didorlashamiz. Kelganinglar uchun rahmat. Harakatdan to'xtamanglar, trenirovkani tashlamanglar. Sizlarga sabr tilayman. Bu juda ham qiyin sport. Valentin! Rahmat. Молодцы.